Joey ishonga yotuvashimiz ekan bitta o'ynab. Boya to'g'ri sabzi olib tushing, davay. Bo'ldi, panaga qilaman. 5 panaga don bor yoz xotin. Tak hozir o'zimga kerakli bo'lgan instrumentlarni olay. Tezroq bo'ling, o'tirmang. Bo'ldi, hozir 2 minutda olib tushaman, bo'pti, davay. Tezroq bo'ling yana. Bo'pti. Короче, nima bo'ldi? Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan Marenzo va men yangigina videomga xush kelibsizlar. Endi xotindan qo'rqish yo'q, lekin mana bu ovqat uchun kartoshka, qanaqa kartoshka? Sabzi kerak ekan, kartoshka bor albatta bizlarda. Sabzi kerak ekan, onasini ham bir qop sabzini olib tush dedilar. Endi xotinjonni aytganini qilamiz-da, endi onasini ham nima deysizlar? Hamma necha obunachilar короче nima? Mana bu yerni hozir ochaveramiz deyva xotinni aytgan yo'q, tushib ketdimmi? Tak, mana shu yerda ochaveramiz keyin. Qanaqa kartoshka vini sabzi olamiz keyin короче nima? Mana shu yerni hozir ochaveramiz, xo'p. Pastga tushim. Voy, juda ham chang bosib ketibdi. Ha, toza havo. Juda ham chang bosib ketibdi, obunachilar. No, albatta videoga like bosib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Albatta tezroq bo'lsa 1000 ta bo'lishimiz kerak, obunachilar. Let's go unda hozir tak bunday qilamiz hozir. Mana bu yerni o'rgimchak uchun bizga narsa yo'q-ku, onasini ham kirka sindirmaydi-ya. Kirka bu o'rgimchak to'rini sindirmaydi, tapor ham sindirmaydi. Albatta bizga pichoq kerak. Nima deysiz obunachilar? Endi uyga borib kelish kerak, yana onasini ham. Mayli onasini ham davay tezroq uyga borib kelsak hozir va tez sekin onasini ham normal hozir uyga kirib olsak. Xotin короче nima pichoq olib kelish kerak, onasini ham to'rlarini sindira olmayapman. Bo'pti, oling tezroq. Faqat tezroq keling-da. Bo'pti, kutib tur. Hozir olaman sabzi yo'q-ku, onasini ham orqasidan ekan. Tushunarsan. Tak stop. Oz qo'ygan rasmlar nima bu onasini ham bu ichida nima bor? Butulka и yo'ta kitob, daftar, shunaqa narsalar bor ekan. Butulkam bu nima bilan onasini ham. Lekin biz albatta ichish bilan chaqishga qarshimiz, obunachilar. Albatta maslahat bermayman. Bu nima onasini ham tushunmadim. Tak mana bu yoqqa bularni tashlab olsak, tak. Xo'p, bularni esa mana bu yoqqa qo'yib olsak, xo'p. Buni qo'yib olamiz. Xo'p, bu nima onasini butulka? Keyin kitob bor ekan, mana bu yerda hozir o'qib ko'ramiz. Короче, nima bo'lsa ham nima deb yozilgan? Bu shaxsiy jin, buni topgan inson 3 ta tilagini bajarishi mumkin. Jinga 1968-yil 67-yanvarda yozilgan. What the fuck? Onasini Wow, bobo meros, ota meros demak, onasini ham unda mening bobomning bobosi ham shunaqa jini bo'lgan, o'zini menimcha shaxsiy jini bo'lgan. Men shaxsiy jin topib oldim. Unda bu butulka Alovuddin shunaqa короче avvali o'sha короче Alovuddin jini bor, o'shani ko'rganman. Hozir ish qilasa chiqish kerak menimcha. Qani onasini ham va o'zim boqqanman, ish qilib ko'raylikchi. Qani tak ish qiladim qani. Amringizga o'taqirman xo'jayin. Jin o'zim boqqanmansan? Jin bor. Meni ismim Al-Anoyi, Al-Avani, Al-Ibisino va Al-Finiko, Al-Masifasi, Pranser o'sha kerakki. Yo'q, u ismini onasini ham qisqasi Alovuddin deb chaqiraman, bo'ptimi? Bo'pti xo'jayin, 3 ta tilagingizni tilang. To'xtachi onasini ham uyda olishga vaqt berchi, tak nima qilsam ekan onasini ham. Birinchi tilagim unda qara, o'takka o'zi o'ylachi. Bo'ldi unda menga bir qop sabzi ber, onasini ham. Xotinga sabzi kerak ovqatga solishga. Unda xo'jayin tilagingizni hozir bajaramiz. Tezroq bo'l. Ketib qoldimi? Bajardim menimcha. Qani bir qop kartochka. Bir qop sabzi qani? Bir qop sabzi qani onasini ham. Yo'q, bu sabzilarning ko'pligini. Tushunarsan buni ko'pligini. Yo'q, butun umr yetadi onasini ham.
Xotin, sabzi topib oldim. Sabzi, короче, xotin yelish kerak onasini emsam. Jin, nima jin, zo'r ekan jini, lekin mana shu yerda to'xtab tursin hozir. Yana keyin ikkita tilagim qoldi. Ikkita tilagimni aytaman keyin unga jinga. Hozir xotinga aytsam, xotin xursand bo'lsa kerak-da. Xotin. Hey, nima deysiz, Rezo aka? Короче, men bir qop sabzi topdim mana. Qara. Mana bu yoqqa chiq ko'rasan. Hozir chiqaman. Voy, buni ko'plik edi. Voy, judayam zo'rsiz deysiz. Voy, Ahmad. Voy, zayu, buni ko'plik edichi. Bizga 5-6 yilga yetadi manimcha. Da 5-6 yilga yetadi. Voy, banzayu, voy, ko'plik edi buni, vau. Lekin siz eng zo'risiz, Rezo aka. Kelib bitta o'p qo'yib, keling onasini hepsi bitta o'p qo'ying. Bo'ldi, shartman sanasini emsa. Sen ovqat pishiraver, keyin gaplashamiz yana, bo'ptimi? Bo'pti, kelib, bo'pti, davay gaplashamiz. Bo'ldi, unda da gaplashamiz. Tak, nima o'zi? Men bu yerda lekin xotin xursand obrachilar. Молодец, jinga молодец obrachilar. Endi jinga yana, buni kattaligini qaranglar, onasini emsin. Wow, lekin buni bittasi 10 tonna chiqsa kerak onasini emsin. Nu, normalniy, xo'p, ana endi jinga xotin ichkarida ovqat qilaversin-chi, keyin nimadir gaplashamiz onasini emsin. Mayli, keyin nima? Jinga hozir ikkita tilagim qoldi. Ikkinchi tilagimni aytishim kerak. Jin apa buving chiqay qilsan qiz. Sen qiz chiq. Bular hozir tepaga qo'yib qo'y. Tak, sen qiz ey jin apa buving, Alauddin apa buving chiq. Chiqay jin. Jin chiqmayapti, apa buvsin, nima chiqmayapti? Tak, ikkinchi tilagimni o'ylab olishim kerak albatta. Mayli, o'yladim. Apa buving chiqay. Chiq. Apa buving, alo, chiq, garang. Amringizga muntazir va xo'jayin. Chiqdi olmasang gap buvingni. Men chiqdim. Ikkinchilaringizni o'ylab oldingizmi? Da o'ylab oldim ikkinchilarimni. Unda qara. Короче, nima? Ikkinchilarim menga hozir to'xtachi. O'ylab oling, davoman kerak. Hozir to'xtay, o'ylab olaman hozir. Tak, ikkinchi tilagim unda menga mashina berishing kerak. Tushunsanmi, jin? Bo'pti, amringizga muntazirman. Hozir mashinani paydo qilaman. Hozir tezroq bo'lay, qayerga paydo qilasan onasini emsin, tezroq bo'l faqat. Amringizga muntazirman. Bajarildi deydi. Qani u qiz onasini emsin? Qayerga ketdi meni mashinam qani? Tushunmadim, men mashinam qani onasini emsin? Bu yoqqa qo'ydim ekan teleport qilib. Qayerga Misrga teleport qildim onasini emsin bu mashinamni. Qayerga teleport qildi? Afrikaga teleport qildim bu meni mashinamni onasini emsin. Endi jin apa buving sen qiz. Qayerga menga telefon qildi? Apa buving chiqib onasini emsin, men mashina topib. Voy biling, qayerga teleport qildi? Yo-mayo. Sen o'zing qishloq nariga burchakka teleport qildimmi deyotgandim. Mana ekan topdim, bo'ldi, garajchi. Men bu qizga men bitta mashina aytgandim. Yana bitta qo'shimchasiga qo'yib qo'yibdim. Hammalarni bitta o'tirib qo'yamiz. Jiguli, kak Jiguli emas ekan, mayli. Eslatadi sevgimizni kak Jiguli. Xotinni o'g'liman, bola chaqani o'g'liman. Bola chaqa yo'q. Xotinni o'g'ilsam bo'ladi onasini emsin, mayli. Qani, mazza onasini emsin, qani bitta drift qilish onasini emsin. Lekin sekin yurar ekan, ashita sekin yurar ekan. Drift qilish kerak onasini emsin bunda mashinada. Ana kayf lekin onasini emsin. Lekin bu mashina sekin yurar ekan deb bo'lmas ekan menga. Sigir qoch apa buving, urib ketaman, qoch. Urib ketaman dedimmi sigir ukam? Shunaqa tushunsan, urib ketaman degan o'zimga tushunsanmi? Qapa buvingni. Bo'ldi, ana bo'ldi. Da normal deb ham obunachilar, lekin mavzu buni ko'rish kerak. Xotinlar bilan bola chaqa, bobo, kampir, bobo, mer, jitel qibol o'zim boqqan mollarni olib yurishga mana bu orqada joy bor ekan, mana qaranglar. Lekin vashiyata keng joy ekan onasini emsin. Hamma oldinga qani o'tiraveramiz. Bostik menimcha bu Mercedes Benz bir narsa, bu tudasta narsalar yo'q endi bilmadim onasini emsin. Hozir buni ham ko'ramiz albatta, lekin normalni yurar ekan. Qaranglar, lekin kayf yuryapti. Mazza qilmay. Qaytib olamiz yashaydan. Qaytib olish kerak. Yo'qmi, zo'rashib ketdim. Hamma joyda qaytib olamiz. Iylik karich, mana shu o'zimni uyimni oldiga qo'yaman. Jitellar keyin qasat qiladi onasini emsin. Ko'ryapsizlarmi? Lekin addushi zo'r mashina ekan. Albatta videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar obunachilar. Shuncha mehnat ketyapti, lekin jinni ham chaqirib oldim o'zimcha.
Vashshi yo'lakka onasini inson jinga oxirgi 3-tilagimni aytib olsam, mazza qilib boraman deb qaranglar. Xo'p, ana endi hozir jinga 3-tilagimni aytish uchun boraman. Tak mashinacham turibdi. Yaxshi. Ey jin, san qiz. Ay, короче, obunachilar, mana o'rinda bo'lsanglar nima tilardinglar? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar jinga. Voy jin, chiq, jin. Apa buving jin. Chiq olmasangiz jin chiqmadim. Onasi hep sağlayam. Tushunmadim. Alien Yovuzmi? Sen qizma qo'ysin Baki, sen qiz Alien Yovuz anonsi yo'q bu. Yovuz ko'rinishdagi odam shu personaj shu. Onasini hepsi Maki, jin, apa buvingni qochib ketma. Jin. Jinim mobki, shaxsiy jinim u ota bobolarimdan meros qolib ketgan onasini hepsi. Olib keta olmasangiz san qizga. Olib ketding onasini hepsi. Olib kelsan qiz Baki. Maki tutdimmi san qizni? Pastga tushib ketdim bu. Va parkursman deb o'ylayapsan o'zingni. Sen uch ekanda, uchmasingni olmasan uchlardan bo'lsa uchmas. Agar parkurs qilganingda masalan, ukam uchavergan chonsam mo'y. Vashshita masalan, parkurda yutib qo'yaman-ku, ukam vashshi. Voy, biling, yomon ketyapti lekin san qiz. Ey, jinga tegma. Agar obunachilar bu jinni ushlab qochib ketsa, Afrikaga ham, Amerikaga ham qochib ketsa, vashshi yomon bo'lib qoladi. Jinga shunday tilagini ish qilaydi va chiqib yo'qmay qochib ketdi. Tushunarsiz? Qochib ketdimi? Voy, biling, yo'qmay obunachilar qochib ketdi mendan. Shaxs jinim olib ketdi onasini, endi nima qilaman endi? Obunachilar albatta shu joyga like bosinglar va kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va keyingi qism albatta 100 ta like dan keyin chiqadi.